Assalomu alaykum. Bugungi birinchi darsimiz pardaga to'g'ri razmer olish. Razmer olishdan oldin uy egalaridan kabel qayerdan o'tganini so'raysiz. Kabel joyini aniqlab, keyin razmer olasiz. Agar kabel siyagani tagidan o'tgan bo'lsa, 5 cm pastga tushib razmer olasiz. Hozir bu yerda kabel siyagani ichidan o'tgan, shuning uchun men mana shu yerdan polgacha razmer olaman. Siyagani tagidan to polgacha 260 chiqdi. Agar karniz o'rni qo'yilgan bo'lsa, patologdan polgacha razmer olasiz. Mana shu joydan polgacha razmer olasizlar. Endi atkos ichini razmerini olamiz. Hozir bu yerga 1.5 chiqdi. Endi atkosdan tashqarisini hisoblaymiz. Agar uyni bo'yi 3 dan baland bo'lsa, 40, 35, 30 chiqarsangiz bo'ladi. Hozir bu yerda uyni bo'yi 260 bo'lgani uchun men 25 cm chiqyapman. Mana birinchi darsimizni ham yakunlab oldik. Biron joyga tushunmagan bo'lsangiz, yana boshqa savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Hammaga javob yozishga harakat qilaman.